Agar imkonim bo'lganda boshqacha hayot yashayman. Qo'ylarni haydab tog'larga chiqib ketgim keladi. Faqat ryukzagim to'la kitobim bo'lsa, internetim bo'lmasa, yonimda haliyam bo'lsalar, ertadan kechgacha ilm olsam, ish qilayotganimni faqat qo'ylar ko'rsa, qo'ylar misol uchun qo'ylar ko'rganda ularga maqtamaydi mani bittasi ham. Ketib qolganlarim keladi. To'g'risi, tog' toshlarga chiqib ketganlarim keladi. Umuman odamzoddan qochib ketganlarim keladi. Lekin Janobimiz sollallohu alayhi vasallamning insonlarning orasida yashab, ularning ozorlariga sabr qilish alohida hech kim yo'q joyda yashashdan ko'ra yaxshiroqdir deganlar. Bittanglarni bo'lsa ham qalbingizga Alloh va uning rasulining muhabbatini eka olsa degan umid bilan yashaymiz. Bittanglar bo'lsa ham qiyomat kuni foydamizga guvohlik bersanglar edi deb umid bilan yashaymiz. Allohim shu bola tufayli